Sizda tanlash imkoniyati bo'lsa, pul, baxt, sog'liq qaysi birini tanlagan bo'larsiz? Sog'liqda. Birinchi o'rinda Sog'liq. Sog'lig'ingiz bo'lsa, qolgan hammasi bo'laveradi. Men sog'liq tanlagan bo'lardim. Pul, baxt olib keladimi? Olib keladi albatta. Pulingiz bo'lsa, boya xolam aytgandek hammasi bo'ladi. O'sha oilalar buzilib ketmaydi. Bolalarda yo'lida bo'ladi, o'qitasiz, o'qilasiz, hammasi. Sog'liq ham kerak, pul ham kerak. Baxt ham kerak. Baxt ham kerak albatta. O'sha sog'lig'ingiz bo'lsa, pulingiz bo'lsa, u yoq baxt o'z yo'liga tushib ketaveradi keyin. Xo'p, qancha pul yetadi deb o'ylaysiz baxtli, sog'lom hayot kechirish uchun? Meni o'zimga bolalarim talaba bo'lgani uchun, o'quvchi bo'lgani uchun 5 million yetadi bir oyga. Bir oyga 5 million yetadi. Bir oyga. O'sha qizim o'qityapman. Kurslarga boradi. O'g'limni o'qitishim uchun menga 5 million yetadi. Sizga 5 million. Qarang, sizning fikringizcha erkak kishini nima sindiradi? Men xiyonat deb o'ylayman. Birinchi o'rinda. Xiyonat, yo'qchilik. Endi xiyonat sindirib qo'yadi-da. Qolgan narsani ayolda xiyonati, yolg'onchiligi sindiradi erkak kishini. O'sha eng qolganlarni yolg'onchiligini yoki unisi, bunisini qolganlarni kechirsa bo'ladi erkak kishi. Xiyonat bilan yolg'onchiligi ko'proq sindiradi. Qolganlarni yo'liga tushirsa bo'ladi, ayol kishini eplasa, yo'liga tushirsa bo'ladi deb o'ylayman. Bu mening fikrim albatta. O'zim shaxsiy fikrim.